Assalomu alaykum. K9 avtomobilimiz 2013-yil 164 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 3.3 объем. Mashinamiz eshigi qulib, shunday atrofini ko'rsatib, telefonda rasmlarni ko'rsataman. Mashina ideal holatda turibdi. Yangi kirib ketdi. Balonlarni qop-qora qilib chiroyli qilib qo'ygan. Holati ham ideal holatda. To'rali eshik 5 kulchoy dastur. Mashinani rangi qop-qora qilib polirovkalar qilib chiroyli qilib qo'yibdi. Kimga kerak bo'lsa aloqa qilsanglar, dannelarni tashlab, rasmlarni linkdan tashlab beraman. Ideal holatdagi K9 avtomobilimiz narxi 8.300.000. Dollarga $5.600 bo'lar ekan. Hozir buni rasmlarni ko'rsataman akalar. Mashinamiz mana 1783 K9 avtomobili. Rasmlari. Mashina ideal holatda lekin. Shunga eshik yopiqligiga rasmlarni ko'rsatishga harakat qilyapman. Avtohol, avtoparking. Rollari siydi. Skosi ham BMW skosiga o'xshash ketadi. Elektronli sidina. Sidinalar isitadi. Mana sidina pamyatlari ham bor ekan. Kim qiziqsa, shu mashinani linkini tashlab beraman. Bemalol rasmlarni chekib ko'rsanglar bo'ladi. Orqa sidinada multimedia boshqargan funksiyalari bor. Orqa sidinalari ham siydi. Start stop, monitorlar mavjud. Uzatganini ko'rsatadi. Orqa sidinani sovutar ekan ham, isitar ekan ham. Kontrol ham qilar ekan, elektron kontrol. Oldi sidinalari bilan Abduxobarov sidina pamyatlari bilan. Mashina vashi ideal holatda. Lik yo'q lekin. Brek pastlari mana haydaslari ko'rinyapti. Buni bagaj ham yozilgan ekan. Nomer mana 1783 nomerlik K9 avtomobilimiz 2012-yil 10-oy tanlab qo'yganda 2013 ga o'tgan mashina 8.300.000. Dollarga 164 ming kilometr. Dollarga bu $5.600 bo'lar ekan. 8.300 $5.600. Kimga kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar.